Bu tovuq ketayimiz narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi. Dastlabkilar kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab bor. Assalomu alaykum, Sifatus kanalining obunachilari. Navbatdagi videomizda tovuq ketayga ko'pchilik obzor qiling, biz tushunmay qolyapmiz, qana tovuq ketayligini deganlar sababli bu tovuq ketayimizdan ko'p so'rov bo'lyapti. O'shaning uchun bitta video qilib, razmerlari, qanaqa, nechta tovuq ketadi, hamma yo'g'ini tushuntirib o'tamiz qisqacha. Bu tovuq ketayimizga keladigan bo'lsak, uzunasi 1.90, eniga 1.10, balandligi 1.20 yig'ishtirib taklanadi. O'rtacha biz endi qo'limiz kelgan 40 sekund, 50 sekundda 1 minutga olib bormasdan yig'ishtirib taklab joyiga tika qilib beramiz. Endi sizlarda sekinroq bo'lishi mumkin, bu odatiy hol. Bu tovuq ketayimizni pollari plastmassa bo'ladi, oxirlari bo'ladi. Tagida axlatlar, najosatlari burchatkalarga tushmasligi uchun bunaqa tunukalarigacha bo'ladi. Bu tunukalarga najosat tushgandan keyin olib tashlab, yuvib yana qo'ysalar bo'laveradi. Yonlarida tuxum qo'ygan joylarigacha bo'ladi. Tuxum qo'yishlarini tashqarini bemalol tuxumlarni olishlari mumkin. Ichkariga kirib qiyinchilik bo'lmaydi. Bu tovuq ketayimizni hozir bitta yig'ishtirib taklab ko'rsatib beramiz. Bizdacha tezroq bo'ladi, sizlardacha sekinroq bo'lishi mumkin, bab bo'ladi shu narsa. Oldiga qo'yaylik-da bu tushunish uchun. Mana tomi, mana ikkita oxir. Ikkita batnisi. Bitta plastmassasi addeni chiqadi. Mana unisi nimaga mo'ljallangan deysiz, ular qo'ndoqqa mo'ljallangan, qo'ndoq qo'yib qo'yiladi. Yig'ishtirib taklanishiga bitta baho berasizlar. Bu mehnatga bitta lakmas bo'lgan bo'lsangiz bo'lmaydi endi bu shuncha mehnatimizga. Xudo xolasa lak bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, bundan hali eksklyuziv narsalar yasashni davom etamiz. Sizlarni hayratda qoldirishga harakat qilamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bitta umuman halidaqa kulich olib kel, gayka olib kel, bolt olib kel narsalar bo'lmaydi. Terildi, bo'ldi. Tayyor. Bu tovuq ketayimizga 10-15 tagacha tovuq ketaveradi. Katta kichikligiga qarab 20 tagacha solsa bo'laveradi. Bu tovuq ketayimizning narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi. Dastlabkilar kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab bor. Aloqaga chiqishaveradi.